Hammaga assalomu alaykum, Xorazm Xanka obunachilari. Videolarimizda chiqarpadik, short satib, banka satish biznesini yo'lga qo'yganmiz. Xudo xolasa oilaviy kichkina biznes. Manzilni yana ham aytib o'tamiz. Chat tarafdagina Suoptim do'koni bor. Suoptim do'koni, Hasan Husayn bozor, Xanka Dehqon bozor. Xanka Dehqon bozordan xudo xolasa Xalq banki tarafiga yetarishda o'ng yon taraflaringizda bo'ladi. Xalq banki tarafdan, Ko'na Xalq banki tarafdan Xanka Dehqon bozoriga yetaverishlaringizda chap tarafda joylashgan bo'ladi. Ina shuda o'zlarimizning uyimiz bor. Ina xohlasangizlar 7/24 ishlaydi bu. Ya'ni banka kerak bo'lsa, Geshda kelasizlar, Amazonda kelasizlarmi? Biza qarab sizlarga sotaveramiz. Nomerlarni ham aytib o'tamiz. 93lik 798 92 60 telefon nomerini telefatasizlar. Agar 3 litrlik banka desangizlar 3 litrlik banka, Inovanda 2 litrli 1.8 litrli bankalar bor. Har xil banka assortimentlari bor. Endi narxlarini keladigan bo'lsak, 3 litrli bankani xudo xolasa podpischiklari 38 dan beramiz. 40 ming so'm sotib o'tirilibdi Xanka Dehqon bozorda. Boshqa yerlarni bilamiz. Xudo xolasa Xanka Dehqon bozorda eng arzoni bizda bo'lib turibdi. 38 dan beramiz podpischiklari. Xorazm Xanka obunachilari, yana uyimizning oldida 1 litrli bilan 1.8 litrli bankalarimiz bor. 1.8 litrli bankalarimiz yana Xanka Dehqon bozorda 50 ming so'm sotilib turgan ekan. Biz sizlarga 48 ming so'mdan skidka etib beramiz. 1 litrli banka 46 ming so'm sotilib turgan ekan. Sizlarga 44 ming so'm etib beramiz. Xudo xolasa nomerlarni aytdik. 93lik 798 92 60 telefon nomerini telefatib bor ma'lumotlarni so'rab, kelishib olaverasizlar. Ina bu o'zlarimizning uyimiz. Uyimizda ham aytdik. Ina bu yerda yonginasida Xanka Xizama bor. Ko'na Xanka Xizama joylashgan edi. Shuni yonida o'zlarimizning uyimiz bor. Yana kichkina biznesimiz bor. Suvlar ham sotamiz. Ina shu ko'rib turgan suvlarimiz bor. Gelib suv ham xarid etaverasizlar. Bankalarda necha dana bo'ladi desangizlar, shunda ko'rib olaverasizlar. 1.8 litrda 3, 6, 9 dana bor. Ya'ni bir blokunda xarid etsangizlar, shu baho xarid etasizlar. Bunda esa 3, 6, 9, 12. 12 dana bayna bir blokunda. 3 litrlida esa 6 dana bo'ladi. Hammangizlarni kutib qolamiz.